mashinaga o'tirib, oilaviy maza qilib dam oladigan, lekin juda ham zo'r xonadonimizga bugun keldik. Olmazor tumanidan 79 kvadratli novostroyka xonadonimiz. Dokumentlarda hech qanaqa muammolar yo'q. Kadastrlar barchasi chiqqan, yevro remont avtorskiy qilingan. Hali hech kim istiqomat qilmagan xonadonimizda. Juda ham zo'r. Mebel, texnika barchasi qo'yilgan, kirib yashash uchun tayyor. Ko'rayotganingizda kuxnilarimiz ham juda ham zo'r qilingan. Ko'rayotganingizda mehmonxonamiz juda ham zo'r, studiyali variantda konditsionerlar qo'yilgan. Sizlarga hozir zo'r narsani ko'rsataman. Asosiy eshigimiz bu tarafimizda bo'lyapti. Umumiy bitta hojatxonamiz, yuvinish xonasi bu yerda joylashgan va domofonlar ham barchasi qo'yilgan ekan. Xonadonimizda aytib o'tganimdek, hali hech kim istiqomat qilmagan, absolyutno 100% yangi. Xonadonimiz egalari o'zlari yashash uchun juda ham zo'r qilgan ekanlar. Ayrim bir sabablarga ko'ra o'zlarining yangi uylari bor ekan, o'sha yerda qolishayotgan ekan. Bu joyi srochno sotuvga qo'yilyapti. O'zi internetlarga ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu lokatsiyamizda narx-navo ancha qimmat, lekin sizlarga bugungi ko'rsatayotgan xonadonimiz ancha arzon. Ota-onalar uchun mo'ljallangan xona, oynalar tashqariga qaragan, bu xonamizda ham konditsioner, televizor barchasi qo'yilgan. Bu xonamizda yuvinish xonasini ichiga olgan holatda garderobni yo'da joylarimiz bor. Ko'rayotganingizda laykingizni bilaman, 100% bosib qo'ydingiz. Keyin ular bilan srochno maslahatlashib, kelishib, shu joyga kelib, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Toshkent shahari qoq markazidan, Olmazor tumanidan Nurafshon ko'chasi. Arentir keladigan bo'lsa, Arentir Riviera savdo majmuasi bo'pti. Garderobni xonani ham ko'rayotganingizda kattagina, kengina qilib qo'yilgan. Ma'mulariga, lekin men alohida mebellariga 5 ketdim. Oynalar barchasi qo'yilgan, juda ham zo'r xonadonimiz. Egalar bilan bemalol gaplashib, savdolashib, telefon qilsanglar, o'zimizga chiroyli qilib beramiz. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r. Kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Videomizga like bosib, bizani kuzatishda davom etinglar. Hammanglarga a'lo kayfiyat tilab qolamiz.